Assalomu alaykum ustozlar. Shaharlar orasidagi yo'lni topishga oid testning yechimini ko'ramiz. Bir rasm tumandagi aholi manzillari o'rtasidagi yo'llarning sxemasi tasvirlangan. A jadvaldagi ma'lumotlar esa ushbu yo'llarning uzunliklari kilometrda ko'rsatadi. Jadvaldagi bo'sh katakchalar shu manzilga to'g'ridan-to'g'ri yo'l mavjud emasligini bildiradi. Masalan, M1 va M3 manzillari o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri yo'l yo'q. Jadval va sxema bir-biridan mustaqil ravishda tayyorlanganligi sababli jadvaldagi aholi manzillarining belgilanishi rasmdagi manzillarning belgilanishi bilan farq qiladi. Demak, S nuqtadan F nuqtagacha bo'lgan eng qisqa yo'lning uzunligini kilometrda aniqlang debdi. Endi mana S nuqtani qaraymiz. S nuqtadan nechta manzilga yo'l bor? Demak, 1, 2, 3, 4, 5 ta. Demak, S'dan 5 ta yo'l bor ekan. Bu jadvalda ham qaysi birida 5 ta borligini ko'rib chiqamiz. Qolganlariga e'tibor bersak, hech qaysida 5 talik chiquvchi yo'l yo'q. Demak, M1 da 2 ta, mana 2 tagina yo'l bor. M2 va M4 ga. M2 da M1 ga, M4 ga, M6 ga bor. M3 da ham 2 ta. M4 da 4 ta ekan. M5 da 2 ta. Demak, M6 da mana 5 ta bizga kerakli. 5 ta M6 da bor ekan. Mana bu M6 miz bizga S nuqtani berar ekan. S nuqta. Endi F ga qaraymiz. F dan nechta chiquvchi, kiruvchi yo'llar bor? 1, 2, 3, 4 ta. Demak, F da 4 ta yo'l bor ekan. Qolganlari hammasida 3 tadan yoki 2 tadan. O'z-o'zidan M4imiz F bo'lib qoladi. Ikkalasi kesishgan joyga qaraymiz. M6 va M4 kesishgan joyda 4 kilometr turibdi. Demak, boshqalar raqamlar boshqa shaharlardan aylanib kelsak ham bu 4 dan oshib ketadi. Shuning uchun eng qisqa yo'limiz 4 kilometr ekan. Navbatdagi testimiz Ali. Demak, Ali aytdi, Soli 3 dan past ball oldi. Vali aytdi, Soli 4 dan past ball oldi. Xoli aytdi, Soli 5 dan past ball oldi. Agar bitta mulohaza rost bo'lsa, Soli necha ball olgan? Demak, agar A variant tahlil qilamiz. 3 ta mulohaza bo'ladigan bo'lsa, birinchisi 3 dan past, ikkinchisi 4 dan, uchinchisi 5 dan past. Agar 1 ball oladigan bo'lsa, hammasi rost bo'lib qoladi. Ikkinchi B variant. Demak, 3 dan past oldi deyapti. 3 ball olgan bo'lsa, birinchi mulohazamiz yolg'on. 4 dan past deganimiz rost. 5 dan past ham rost. Demak, ikkita mulohaza rost bo'lib qolyapti. C variantda Soli 5 ball oladigan bo'lsa, 3 dan past olgani yolg'on, 4 dan past olgani ham yolg'on, 5 dan past olgani ham yolg'on bo'lib qoladi. Demak, D variantimizda 4 ball oladigan bo'lsa, 3 dan past olgani yolg'on, 4 dan past olgani ham yolg'on, 5 dan past olgani rost bo'lib qoladi. Demak, bizda faqat bitta mulohaza rost bo'ladigan bo'lsa, u
4 ball olgan bo'ladi. Navbatdagi testimiz Scratch dasturiga oid. Boshlang'ich sozlamalarni o'rnatdi. Yaqinlashtirib olaylik shuni. Boshlang'ich sozlamalarni o'rnatib, o'zgartirmay uni yana 4 marta ishga tushirdi. Mushukcha spraytni egallaydigan x va y koordinatalar qiymatini toping debdi. Bu yerda savol sal chala joyi ketgan. Bir marta ishlatib, uni yana 4 marta ishga tushirdi degan joyi bo'lishi kerak edi. Demak, jami 5 marta ishga tushirilgan bo'ladi. X koordinata -75, y koordinatasi -30. Demak, dasturni o'zgartirmay yana 4 marta ishga tushirsa, mushukcha spraytni egallaydigan x va y koordinatalar qiymatini ayting debdi. Demak, bu shart bo'yicha y'imiz 30 ga teng bo'lmaguncha bu shartimiz rost bo'ladi. Demak, bu yerda x ga, ya'ni x ga x plus 25 deyapti. Bunda esa x dagi yuqoridagi qiymatidan plus 25 dan minus 25 bo'lyapti. Bu yerda y teng y plus 0 degani, bunisi esa x teng yuqoridagi qiymat, x yana o'ziga teng bo'lib qolyaptimi? X ga teng bo'lib qolsa, bunga x plus 15. Demak, dastur bir ishga tushgan vaqtida y'imiz o'zgarishsiz qolar ekan, x ga 15 qo'shilar ekan. Demak, 4 marta ishga tushirib, bir marta ishga tushirib yana 4 marta ishga tushirsa, jami 5 marta ishga tushgan bo'ladi. Shunda x ning koordinatasi x teng -75 plus 5 ko'paygan 15. Demak, 75 0 ga kelar ekan bu. Y'imiz esa o'zgarishsiz qolganligi uchun boshidagi -30 ni oladi. Demak, koordinatalarimiz 0 -30 bo'lar ekan.